5. qism. Mashinadan tezlikda tushib, darvoza ichiga intilgan putlarim Alyarning oxirgi gapi bilan to'xtab qoldi. Undaq emas-ku. Alyarning gapiga ancha ishongim kelmagach, bolamga iltijo bilan tikildim. Ras opa. Shaharga kirgandan beri gapi ozlab, shuklab qolgan o'g'lim o'ziga tikilgan ko'zimdan ko'zini qochirib, yerga boqdi. Maktabning tuzumi mushundoq. Mumkinmi? Ko'zlarim bolamning o'ldirilib turgan ko'zlari orasidan agib o'tib, darvoza yonidagi dejurniy xonaga tikildi. Men so'rab boqay. Opa, qo'zg'im ochdi. Tomoq yeylichu. Qo'zg'im ochdimi qo'zam? Voy ras. Shu tomoq vaqtidan eshib ketibdi-ku. Avval tomoq yeb, ondan kelsak bo'pti-kan maktabga. Sen oldirgan tursan. Alyar gap qistirdi. Balaning maktabini ko'rishga oldirding-yo. Uning qo'zg'ining ochlig'ini unutib qolding. Mashina yo'g'an teshtaklarda o'ppida echilib ketgan so'gat gullar qurishab turgan tomoqxona oldida to'xtadi. Ko'rkam bezalgan tomoqxonaning kichikkina ayrimxonasiga kirib joylashdik. 4 kishilik ustaldagi eshib qolgan bir tal o'rindiqqa qarab, qizimni aksining yotgan ko'pa, kiyim-kechaklarini shuyib, ratlab berishimga daxli qiladi deb akammiginim uchun pushaymon qildim. Qizim tug'ilgandan buyon bir oila kishilari sirtqa billa chiqib boqmagan edik. Aydishilda bir qitim o'z ho'ylimizda jam bo'lgan taqdirdimi, men qozon beshida aldirash yurganda, ular allaqachon tamg'ini yeb bo'lgan. Ularning bekorlagan qoch-quchillarla oila a'zolarining to'liq ekanligini isbotlab turadi. Bugun men qozon beshiga bormay, bolalarimga qarab o'ltirib tomoq yeyalaydigan mushundoq kunda qizimni olmay chiqqanligimdan bakmo afsuslandim. Avval seni bekatga borib, yo'lga selib etib, ondan Alshotni olib qo'yay. Alyarning bu kepidan ranjigandek bo'lib, Saitimga qaradim. Texi baldirg'u, Alshotni billa olib qo'yayli. Soat 4 bo'ldi. Balığı näs kerak olaman deb, bir muncha vaqtni o'tkazib atdim. Endi qaytmasang, uydagilar kechda nima yeydi? Ras. Uyda yolg'iz qolgan qizim va ikki qerining qo'saq masalasi men uchun bakmi muhim edi. Qandaqli bo'lmasin, uning maktabini ko'rdim. Endi o'tgan oydagidek bolamni maktabdan qo'yib bermasa, men kelib ko'rib kelsam bo'ladi. Onun muallimlar bilan tanışsam, balamning ahvolini so'rab tursam va yana balaning o'g'nishi to'g'riliq fikr almashtirsam bo'ladi. Xo'sh balam, o'zingni asra. Men endi pat-pat kelib turman. Kim narsang bo'lsa yezib qo'ygan. Men kelganda birga chiqib olayli, ha? Ma'qul oppa. Balamning peshonasiga suyib mashina eshigini etishga tamshilayotganimda u tuyuqsizla bo'ynimga esildi. Oppa, jinim oppa, men sen bilan ketaman. Mening bu yerda bir minut o'tirg'im yo'q. Balam bo'g'ilib yig'laydi. Uning ko'zidan oqqan yoshning bo'ynimga tomchilayotganidan, qo'llarim orasida turgan mo'rilardan silkinib ketayotganidan asladilla chanoqlarimga qoplashib, oqamay turgan yoshlarim saldak o'zini qo'yib berdi. Tatliq o'g'lim, chiroyli o'g'lim. Seni bu yerda qoldirib qo'yishga mening yurakim chidamaydi. Hilimi seni sevginib sarang bo'lay dedim, jinim balam. So'nga deydigan jiq gapim bordi, oppa. Bo'ldi qilshamsan yo'q. Güldürmamidek anglangan ovozdan har ikkimizning ovozi o'chdi. Bo'ldi qil Alshot. Bo'ldi qil.
Sana deganlarim qulog'ingdan chiqib ketdimi, ha? Alyar bolamdan ko'zini elib, menga mixdek tikildi. Sening mushunda qiladiganligingni bilgachga, seni baladan yiroq tursin degan edim. Qiyriqandimi? Nemishqa o'zingni tutib elishni? Balaga yaxshiroq gap qilishni bilmaysan. Sening yuraking toshdan yaralgan bo'lsa, mening yuragim go'sh. Ananing balaga bo'lgan mehrini azroq bo'lsa-mu tushungan bo'lsam, bu gaplarni qilmagan. Balamni meningdan ayirib etmagan bo'lardim. Aqmas bahani bilan balani bir oy ko'rsatmagani uchun chiqaramay turgan achchig'imni biroqla chiqardim. Kichikkina balani shaharda o'qitaman dedim. Mustaqil yashsin dedim. Men hammaga bo'pti desam, bir akatgancha, bir oygacha uyga opolmadim. Zodi qanday qilmoqchisan? Hoy, balani yaxshiroq maktabda o'qisin deganim xatomi? Sening ra'yingga baqsam, balani quchqingdan tushirmay, kelitib, uni mustaqil yashig'ili qo'ymaysan. Bilamsan shuni? Bir akatgancha, bir oy uyga opolmaganing, sening uningga mustaqillikni o'rgatganingmi? Achchig'imda ovozim bo'g'ilib ketyotdi. Agar qo'qimsirab turgan balamni demagan bo'lsam, nima ko'rsam ko'rib, Alyarning yaqinlariga esilib, ochchig'imni chiqarg'im batdi. Balaning ota-ona mehriga to'yinib cho'ng bo'lishi kerakligini nemishqa o'ylamaysan? 7 yil qong'ini yetarlik. Men uni hozirdan boshlab nuqtaliq maktablarda o'qitaman. Katta bilim egisi qilib tarbiyalab chiqaman. Vaqti kelganda uningga biz boqiband emas. Asqotidig'ini qo'sqitki bilim. Uning gaplariga qoyil emas edim. Mening mudaydigan bir muncha gaplarim bor edi. Lekin Alshodning esa tafshig'ligan ovozini anglab to'xtab qoldim. Azaldan uning oldida qattiqroq ovozda parang selishma baqmagan bo'g'ash, bolam qo'rqib ketgan edi. Yig'lama bolam. Hozir maktab almashtirg'ili bo'lmaydi. Bir mavsum to'shsin. Andan keyin men seni ip ketaman. Seni ip ketkicha pat-pat kelib turman qo'zam. Bo'lamdi. Shundaq deb bolamni bag'rimga besib, yoshlarimni sirtib, mashinadan tushdim. Bolamni har haftada o'zim berib uyga akilaman degan xiyolim dadamning sakratga tushib qolganlik xabari bilan to'zg'aqdek to'zib ketdi. Juma kuni saharda turib, 3 qavatdagi uylarni, o'ylini tozalab, gulliklarni sug'urib, tomoqning tayyorligini qilib, bolamni ep kelishga mengishga tamshalganimda akamning urgan telefoni bilan unsilib yig'laganimcha kiyimlarimni almashtirmasdan yo'lga qarab yugurdim. Keynimdan hasrab chiqqan qaynonamning "To'xtab turing qizim, Alyarga xabar qilib, hammamiz birga borayli" deganiga qaramasdan bekatga qarab yo'l oldim. Asti üsti karvatliq cho'ng avtobusning sur'atining bunchalik asti ekanligini burun zotili his qilmaganman. Har qitim yurtimga bag'inimda avtobusga chiqibla hodiq yetgan tenimni tarig'ini karvat ustiga bir tashlab uyquga ketsam, yurtimning bektiga kelganda biroqla ko'zimni ochadigan bo'g'ashqa avtobusning sur'ati bilan hisoblashqadek vaqtimmi bo'lmagan edi. Bugun akamning "Tezroq kelsinglar, dadamning issiq yuzini ko'rib olg'in" degan ovozini anglagan. Azaldan tetik, sog'lom turgan, har qitim telefonda paranglashgan vaqtimizda o'zimni ko'proq asrashimni ta'kidlab turadigan dadamning tuyuqsiz yiqilib qolganidan xabar topgan bugun qurtdak o'milab mangadigan bu avtobusdan rulda o'ltirgan avu izilangi mis shopirdan jahondan bexabar uyquga ketgan yo'lovchilardan shunchalik bezor bo'lmoqda edim. Shu topda bir mo'jiza yuz berib,
bir jup qanot paydo bo'lib qolgan bo'lsa, yoki men o'qigan kitoblardagi uchar gelam, sumuruq, duldul hozirla ko'z oldimda paydo bo'lib, meni ustiga qo'ndiribla dadamning qishig'a opirayotgan bo'lsa edi. Ularning bu shafoati uchun har qanday badal to'lashga rozi edim. Xayriyat. Bir kechilik safar, bir asrdak to'yilib, tong amdili suzilganda, uyimning bu so'g'isidan atlab, put-qo'llarim muzlab ketgan dadamning oyog'iga shiqildim. Dada, men keldim dada. Ko'zingni ochsang-chi dada. Qachon kelasan qizim? Yo'lingga qarayman. Kelsang cho'ng yo'lga chiqib ketib olaman deytding-ku dada. Mana men keldim. Cho'ng yo'lga chiqib ketolmasangmi? Mayli de. Ko'zingni ochib menga bir qarag'ini. Menga gap qilg'ina dada. Ko'z yoshlarim dadamning teximi nurlanib ketgan yuziga, amdila chalashgan soqollari orasiga singib ketdi. Uning mangzimni yoqdim. Kichigimdan boshlabla dadamga amroqligim tutib ketsa shunday qilatdim. Voy ma qizni, cho'pchingni turib akilab ketgimni. Izzat atishnimi bilmagan. Deydi opam. Voy, sen qizimning menga amroqligiga chidamayapsan ha? Deydi dadam opamni teriktir. Opam ko'tildigan siri dadamga teximi ching yepishib, uning shirik soqol bosgan ingaklariga yuzimni teximi ching yoqatdim. Daqiqa ichida xiyollarimni kezib chiqqan aslimlar ichida turib, dadamning qo'llarim orasida turgan barmoqlarining midirlayotganligini his qilib, beshimni ko'tardim. Dada! Qizim. Dadam ko'zini ochib, menga bir qaradi-yu, beshi tushib ketdi. Dada! 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 Akam ikkimizning qancha shig'lig'inimiz bilanmi dadam qayta ko'zini ochmadi. U xuddi uxlayotgandek shu qadar jimjit, shu qadar xotirjam yotadi. Aslida nur yig'ib turadigan yuzlari teg'imi oqirib qolgan. Mehr bilan qaraydigan ko'zlari ching yumilgan edi. Hayotimdagi birdan bir yo'lanchigim, tayanchim, mangu yiqilmaydigan teg'im bo'lgan dadamni Davud qiz selib elib manganda o'zimni shu qadar bechora, shu qadar g'ayrib his qildim. Azaldan dadamni hammadan kuchli hisoblaydim. U bo'lganligi uchunla o'zimni kuchli hisoblaydim. Dadam bo'lganligi uchun men azaldan bo'yin qisib boqmagan. Dadam bo'lganligi uchun opamning yo'qligi ancha bilinmagan. Dadam bo'lganligi uchun men uning ay qizi bo'lalagan. Yana shu dadam bo'lganligi uchun mening deganim degan, qilganim qilgan bo'p o'zim xohlagan turmushga qadam qo'yalagan edim. Endi-chi mening nazrimdagi hammaga qodir dadam shuncha rayish holda tuproq ostiga kirib ketdi. Shuncha kuchli dadam keparlikka erinsinmi, ustiga to'pi tashlansinmi, ön chiqmadi. Ishchim qop-quruq edi. Attigandan beri qinshiqlashlanib,
Dadamni ep ketmanglar deb jidal qilishlarim hammasi besiqqan edi. Kallamda xiyaldaydigan narsa yo'q. Uyda nima ishlar bo'lyotdi? Beshimni silab, yig'layotgan kimlar? Bir narsalarni zo'rlab yegizayotgan nima odamlar? Ularni bilgidak, bilishga intilgidak madarim yo'q edi. Ko'zlarim eshikda, quloqim eshik tarafda. Diqqatim taladan o'zmay anglanayotgan erlarning ovozi ichidan dadamning ovozini farqlantirishda edi. Dadamning nemishqa texicha tomoq yegili kirmaganligini, men bilan nemishqa paranglashmaydiganligini bilmay ovora edim. Dadamning kelishini saqlayotganimning 7-kuni qiynanam, qiynatam Aliyar qaytishga tamshaldi. Birga ketayli qizim. Jurtdan tuqqanlar ag'ili chiqibdi. Dedi qiynanam beshimni siyla. Sizmi biz bilan birga qayting qizim. Men dadamni saqlayman. Dadam necha kundan beri qarasinimi ko'rsatmadi. Shundaq davetib dadamning jinosiga selinib magan ko'rinishi ko'z oldimga kelib o'ngirab yig'lab tashladi. Ular dadamni ep ketdi ana. Dadamni ep ketgancha qaytirib kelmadi. Dadamni ep ketdi. Jinim qizim, o'limga hech qaysimiz amal qilolmaydi ekanmiz. Ketganning keynidan ketolmaydi ekanmiz. Qiynanam ko'z yoshlarimni surtib, meni bag'riga bosdi. Yig'lamang qizim, bundaq yig'laversangiz rahmatlikning ruhi qo'rinib qoladi. Qiynatam bilan Aliyarmu shundaq so'zlarni qilib, menga tasalli bergandan keyin qaytib ketdi. Kunlar o'tgan sari urug' tuqqanlar bir-birlab qaytishib, uyda akamning oilasidagilar bilan malla qoldim. Amdilikda menmu azroq aslimga kelgan. Dadamning bizni tashlab ketganligiga, hamda qaytib kelmaydiganligiga, hamda meni qizim deb bag'riga ololmaydiganligiga haqiqiy ishongan edim. Yalg'iz ho'chirda yetib, o'z vaqtida Aliyarni deb dadamni tashlab ketganimga pushaymon qilib, öksib yig'laydim. O'zim bilali bo'lib ketdim. Uni pat-patla yo'qlab kelmaginim uchun, uning oxirgi umrida bo'lsa-mu, uningga ko'proq hamroh bo'lolmaginim uchun o'zimni ayblaydim.